Assalomu alaykum, Siro bazamizning aziz obunachilari. Xudo xolasa bugungi videodan boshlab oldik. Bugun sizlar bilan bazalt mahsulot haqida gaplashib o'tamiz. O'tgangi videolarimizda Penaplex mahsulotini gaplashib, narxlari va razmerlari haqida gapirib berdik. Qayerlarga ishlatilishini bugun Abdulaziz akamiz bilan birga bazalt mahsulotini tanishtirib o'tamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisizlar? Ishlaringiz bo'lyaptimi? Rahmat aka. Aka, bizga bazalt mahsulotini qayerlarga ishlatilishi, narxlari va razmerlarini aytib bersangiz. Aha. Hop, birinchi olib razmerlardan boshlasak, bazalt mahsulotimizni hamma biladi. Izolyatsiya uchun, shumka uchun ishlatsak bo'ladi. Hop, razmerlari 1.20 ga 60 bo'ladi. Hop, standart 5 sm qalinlikda bo'ladi. Narxlari plotnosiga qarab farqlanadi. Ya'ni 50 plotnos 80, 100, 120, 140 bo'lib turib narxlanadi. Hop, narxlari 35 ming so'mdan boshlab 85 ming so'mgacha, ya'ni plotnosiga qarab narxlanadi. Narxlari o'zgarib qolishi mumkinmi? Narxlari o'zgarib turadi. Chunki bazalt o'zini zavodida har xil narxda chiqishi mumkin. Bu zavoddan keladi. To'g'ridan-to'g'ri zavoddan keladi. Tushunarli. Ko'rsatib qo'yishingiz mumkin. 50 yil garantiya. Qayerlarga ishlatiladi dedingiz aka? Tashqi fasadga, keyin tomga, asosan shu ikkalasiga. Keyin uyim ichiga, uyim tashqi fasadiga necha plotnos olganim yaxshiroq degan akalarimiz uchun 80-100 plotnos olishyapti. Hozir quruvchi akalarimiz katta-katta binolarga ham 100 plotnosligini olishyapti. Yaxshiroq izolyatsiya bo'lish uchun. Ko'rishingiz mumkin. Aka, bundan cheklanmagan miqdorda berasizlar. Cheklanmagan miqdorda qilib beramiz. Ko'rishingiz mumkin aziz obunachilar, cheklanmagan miqdorda xohlagan mahsulotlarni xarid qilishingiz mumkin. Xolasa naqd pulga, xolasa halolda detalga ham chiqarib beramiz. Halolda detalga ham bor. Halolda detalga ham bor. 3 oydan 24 oygacha. Obunachilarimizdan nima kerak bo'ladi? Bitta plastik karta va pasport. Bitta plastik karta, pasport kerak bo'ladi obunachilar. Xohlasanglar naqd to'lovni, xohlasanglar halolda to'lovga xarid qilsanglar bo'lar ekan. Bizdan uzoqlashmanglar, keyingi videolarimizda boshqa mahsulotlarni obzor qilib ko'rsatib beramiz.